Xo'p, ota-onaning janjalidan keyin bola kasallikka o'zini soladi-da, qarasa, kasal bo'lganda ota-ona urushmayapti. Ota-ona bir-biriga mehrli-da, ota-ona o'zini nima deydi, bolaga o'ziga qaratib olgan ota-onani. Ya'ni janjal yo'q. Keyin aytadi, bolani miyasi aytadiki, qara deydi, kasal bo'lding, ota-onang urushmayapti deydi. Diqqati senga qaradi deydi. Значит, внимание etishmayapti bolaga, e'tibor yetishmayapti bolaga. Dada, men kasal bo'lsang, ota-onang urushmas ekan deydi. Bu neosознанно bo'ladigan narsa, ongsiz ravishda bo'ladi bu narsa. Chunki u bola hali ongli tafakkur qilishni bilmaydi. Yana vaqt o'tadi, tuzaladi, bola yaxshi bo'ladi-da, yana vaqt o'tgandan keyin yana er-xotin munosabati. Bu balki er-xotin munosabatidir, balki uydagi noto'g'ri, masalan, muhitdir, janjaldir, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bola o'shani o'ziga qaratish uchun o'zini kasallikka soladi. Mana shuning uchun ham bu sabablardan biri bolani tez-tez kasal bo'lishi. Oilaviy muhit. Shuning uchun ham bola tez-tez kasal bo'ladi. Keyingi sababi, bolada masalan ona tashqariga chiqa olmasligi mumkin. Ko'chaga chiqisi keladi, lekin uyda ishlari ko'p, ro'zg'or tashvishi, oila tashvishi, bola chaqa supur-sudur bilan uni aylanishga vaqti yo'q. Yoki eri keladi, erini vaqti yo'q birga olib chiqishga, yoki qayninadan so'rasha olmaydi-da, birga chiqib ketisha olmaydi, aylanib kelisha olmaydi. Nima qiladi shu yerda? Bola kasal bo'ladi-da, bola kasal bo'lganda bolani bahonasidan aylanib keladi, ya'ni doktorga chiqib keladi. Chiqqanida nimadir yeb keladi, o'zini xohishini qilib keladi. Bor bunaqa, men bunaqa ayollar bilan ishladim. Mana shu vaziyat bilan aynan ishladim. Ya'ni bola kasal bo'lganda unga nima foyda? Miya shuni sraz aqlan aytadi-da, menga bolam kasal qaytang zarar-ku. Men uni ko'rib siqilaman, erim baqiradi bolam kasal bo'lsa, men gap eshitaman. Yo'q, bu yerda bolani kasal bo'lishidan sizga foyda bor. Ya'ni o'shanda foydani so'raganimda nima foyda bor? Nima qilasiz bolangiz kasal bo'lganda? Yoki uydagilar nima qilishadi sizga nisbatan? Sizga yaxshi narsa nima bo'ladi deganimda, bolam kasal bo'lganida men gap eshitmayman. Ya'ni uy ishlarini vaqtida qilmaganim uchun, ovqatim vaqtida tayyor bo'lmagani uchun gap eshitmayman qaynona-qaynatamdan. Chunki bolasiga qaryapti deydi, menga indamaydi. Mana bitta plus. Yana ikkinchi plus, bola kasal bo'lganda ko'chaga chiqaman. Poliklinika uzoqda, men borib aylanib kelaman. O'shanda maza qilib kelaman, kimlardir kelinlar bilan gaplashaman, maza qilib dardlashib kelaman. Mana bu o'shandan energiya olyapti. Bolani kasali orqasidan. Yana nima? Farzandi kasal bo'lsa, masalan, uyga olib kirib ketib, uyda tepasida o'tiradi, qaraydi, yonida yonboshlab yotadi. Shunda uydagilar indamaydi, bolasiga qaryapti deydi. Bemalol dam ololiydi. Mana shuning uchun kasal bo'ladi bola. Demak, sizni ong ostingizda ongsiz ravishda shunaqa programmalashtirilganki, bolani kasal bo'lsa, men chiqib kelar ekanman, bolam kasal bo'lsa, menga hech kim gapirmas ekan, bolam kasal bo'lsa, men hech kimdan gap eshitmas ekanman. Demak, plus miya chin yozib oladi-da, ongsiz ravishda siz intuitsiya, ichki holatingizdan bola sezadi. Siz voy bolam kasal anaqa bo'lgan, o'tbeti og'riganda borib kelardim. Bu ongsiz ravishda siz aqlan etmaysiz bu narsani. Qaysi ona farzandini kasal bo'lsin deydi. Bu ongsiz ravishda bo'ladi. Uchinchi holat yana bolani tez-tez kasal bo'lishi. Bu yoki kasal bo'lganda siz juda ham qattiq e'tiborda, juda ham qattiq vnimaniyada bo'lasiz bolangizga. Bolangiz sizni o'shanda his qiladi. Bolangiz sizni o'shanda yaqinligingizni his qiladi. Bola ongsiz ravishda aytadiki, miyasida, men kasal bo'lsam, onamni o'zimga qarata olar ekanman. Onam menga ko'proq qarar ekan deydi. Mana nima uchun kasal bo'ladi. Hammasi ichki holatga bog'liq.
hammasi. O'sha siz bolaligingizda balki kasal bo'lganingizda onangiz namuncha ko'p kasal bo'lding, jonga tegding, man senga sovuq suv ichmagin degandim, mana ichding, mana bunaqa bo'lding. Kasal bo'lib gap eshitgan holatingiz bor. Kasal bo'lib gap eshitib qolgan joyingiz bor. Ana o'shandan ham siz bolangiz kasal bo'lishini xohlaysiz, onangiz bermagan mehrni berish uchun. Ongsiz ravishda bu bo'ladi. Siz bolangiz kasal bo'lsa, bolangizga e'tiborni onangiz bermagandek darajada berish uchun bolangiz kasal bo'lib beradi. Yana bir marta aytaman, bu ongsiz ravishda. Hech qaysi ona bolasi kasal bo'lishini istamaydi. Ongsiz ravishda. O'zingizga bolaligingizda shunaqa vывод qilib qo'ygansiz, xulosa chiqargansizki, что man bolam kasal bo'lganda onam menga qanaqa qarashni istagan bo'lsam, shunaqa qarayman bolamga. Ya'ni bolamga mehrli, ya'ni men urushmayman bolam kasal bo'lganda. Bolam kasal bo'lganda vнимание beraman, o'zimga hamma ishimni tashlab unga qarayman. Balki onangiz o'sha siz kasal bo'lganingizda o'zini ishlari bilan band bo'lib turib sizga vнимание qarata olmagandir. Siz ongsiz ravishda bola bo'lib shunaqa uстановка qilib qo'yasiz. O'zingiz bolali bo'lganingizda bolalaringiz tez kasal bo'lishini o'zingiz tortib olasiz. Bolangizga onangiz bermagan mehrni berishingiz uchun. Endi bu yerda anglash kerak, что onangiz kasal bo'lganingizda sizga balki qarolmagani siz uchun yelib yugurganidandir. Balki sizga o'sha paytda baqirib vorgani, balki o'shani o'zida ichida qanaqadir stress, qanaqadir nimadandir alamlari o'tayotgandan sizga baqirib vorganidandir. Bu degani onangiz sizga bemehr, onangiz sizga bee'tibor degani emas. Mana bu yerda onani ayblamasdan to'g'ri xulosa olsangiz, bolam kasal bo'lishi shart emas, men unga mehr berishim uchun desangiz, bolam kasal bo'lishi shart emas, men uyda bemalol dam olishim uchun desangiz, bolam kasal bo'lishi shart emas, men ko'chaga bemalol aylangani chiqishim uchun. Bolam kasal bo'lmasa ham men bularni qila olaman. Bolam kasal bo'lmasa ham, sog'lom yursa ham, men bemalol bolamga mehr bera olaman. Buning uchun bolam kasal bo'lishi shart emas deb ongli tafakkur qilishingiz kerak. Ya'ni yengil xulosa qo'yishingiz kerak. Shunda siz farzandingizga kasalligini, og'ir bo'lsa kasalligini yengillashtirasiz va sog'lomlashishiga olib kelasiz. Men o'sha ishlagan jarayonimda bolalarda og'ir diagnozli bolalarni olib kelishadi dedi onalar. O'zida ichida ishonch yo'q. Aytishadi, bolam tuzalib ketadimi? Qanchada tuzalib ketadi? Qancha menga va'da bera olasiz ishlab tuzalib ketishiga? Bu men birinchidan xudo emasman. Hammasi Allohdan. Sababchisimiz faqatgina biz. Sabablar olamida biz faqat sababchimiz. Agar bu men orqali Allohni amri bilan men orqali tuzalsa, unda bosh ustiga a'lo nur. Lekin men qancha harakat qilmay, men qancha bor kuchimni berib bola bilan shug'ullanmay, onani ichida ishonchsizlik bor ekan, bola hech qachon tuzalmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Bu onani ichini qarasangiz, stressga to'la, anaqaga nima deydi? Noroziliklarga to'la, u bu kimlarni g'iybat qilgan, u bu kimlarni hasad qilgan, palonchini qarang bolasini bismadan ichi to'la mana shunaqa holat. Mana ichki holat shuni aytamiz. Ichki holati ishonchsizlik, norozisizlik, noshukurlik va qaramlik, bee'tiborlik. Mana shu hislarga to'la ichi ona, bu bola qandoq tuzaladi? Tuzalmaydi bola.
U qanaqa diagnoz bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu yerda eshitib turganlarni bolasi agar kasal bo'lsa, o'zingizni ichki holatingizga qarang. Sizni ichki holatingiz qanaqa? Xotirjamsiz? Eringizdan xotirjamsiz? Qaynonangizdan xotirjamsiz? Bormi ichingizda xotirjamlik? Hayotingizdan davolanmisiz? Rozimisiz? Hozirgi holatingizga rozimisiz? Hozirgi yashab turganingizga, qanaqadir muammolaringizga, mana siz berilayotgan sizga muammolarga rozimisiz? Mana shuni o'ylang. Mana sizda norozi, mana siz ichki holatingiz. Shundan kelib chiqadi sizni farzandingizni oldinga yurib ketishi, rivojlanishi. Onaga bog'liq, uydagi ayol o'zgarsa, ichki holati atrofidagilar o'zgaradi. Aksi, mana ko'p anaqa aytishadi, mutaxassislar aytishadi, aksiz, sizni aksiz. Men oldin bu narsani tushunmasdim. Qanaqa bu aks? Nima qilib beradi? Men unaqa emasman. Masalan, sani va paloningni, xarakteringni sani ko'rsatib beradi bu odam desa, yo'q, men unaqa emasman. Men ziqna emasman yoki bunaqa emasman. Lekin, masalan, misol uchun, siz ichki holatingizda eringizdan masalan bee'tiborlik ko'ryapsiz. Nega menga bee'tiborsiz, nega unaqa? Lekin u bee'tiborlik hissi, bee'tiborlik sifati sizda bor. Siz bee'tiborsiz. Siz kimga bee'tiborsiz? Siz o'zingizga bee'tiborsiz. Siz o'zingizning qarashlaringizga, o'zingizning orzularingizga, o'zingizning fukuslaringizga bee'tiborsiz. Siz o'zingizni rozi qila olasizmi shunda? Yoki eringizni yolg'onchi, yoki o'g'lingizni, yoki farzandlaringizni yolg'onchilikda ayblaysiz. Yolg'onchi, nuqul menga yolg'on gapiradi deysiz. Demak, uni yolg'onchiligi sizni ilyaptimi? Demak, siz yolg'onchisiz. O'shanda men aytaman, men yolg'onchi emasman. Men hech ham yolg'on gapirmaganman. Men faqat rost gapiraman. Ha, bo'lishi mumkin, lekin siz yoshligingizda, qarang, siz yoshligingizda yolg'onchi degan tamg'ani olmaslik uchun yolg'on gapirmaslikka harakat qilib kelgansiz. Nimadir vaziyat bo'lganki, sizni yolg'onchilikda ayblab qo'yishgan. Yolg'on gapirma dedim men senga deb onangiz urushib qo'ygan bo'lsa, men yolg'onchi bo'lma degan bo'lsa, men yolg'onchi ekanman. Yolg'onchi bo'lish yaxshi emas ekan. Yolg'onchi bo'lsa gapi eshitar ekan degan vivitni qilgansiz. Yolg'onchi bo'lish yaxshi emas degan vivitni qilgansiz. Lekin o'sha yolg'onchilikni yana qilmaslik uchun rost gapirishga harakat qilib kelgansiz. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lganki, siz yolg'on gapirishni istagansiz. Bir xil holatlar bo'ladi-ku, yaxshilik uchun ham yolg'on gapirish kerak. Masalan, kasal tepasiga turib olib, siz ertaga o'lakansiz, holingiz yomon, xarob bo'lib ketibdi demaysiz-ku. Bemor oldiga kelganingizda, "Voy, ancha yaxshi bo'lib qolibsiz, oyoqqa turib ketasiz, xudo xolisa" deb yolg'ondan unga shunaqa gaplarni gapirasiz. Mana bu yolg'on o'rni kerak. Gapirasiz-ku shu narsani. Yolg'onchi emasman deb tan olasiz yana. Yolg'onchiman. Ha, men yolg'onchiman. Ha, men yolg'onchiman deb tan oling. Shunda sizni atrofingizdagi o'sha sizga yolg'on gapirayotgan inson yolg'on gapirmay qo'yadi. Siz tan olganingizdan keyin. Lekin bu tan olish ichidan haqiqiy tan olish bo'lishi kerak. Ha, tan olishim kerak ekan, ha, yolg'onchiman deyish emas. Bu boshqa narsa. Mana bu aks. Bu hamma narsada. Nima sizni ilyapti? Ilyapti degani nima sizni razdrajat qilyapti? Nima sizni asabingizni bo'zyapti? Kimni qaysi sifati? Sifat. Yolg'onchi, xiyonatchi, bee'tibor, rahmsiz. Mana sifatlar. Qanday savoliga javob bo'ladigan so'zlar. Insonlardagi, sizni atrofingizdagi insonlar sizni ilyotgan tomoni, sizni razdrajat qilayotgan tomoni sizda bor. Ana o'shani tan oling, o'shani
tan olib ichki holatingizdan rozilikka keling. Mana masalan, men yolg'onchiligimni boyagi aytgandek misol keltirdim-ku, yolg'onchilikni qandoq tan oldim? Ha, to'g'ri, o'sha payt masalan, misol uchun bolaligimda yolg'on gapirganman, unaqa qilganman, to'g'ri, yolg'on gapirmagin deb urishgan, yolg'on gapirish gunohligini aytishgan, men gunoh qilmasligim uchun shunaqa deyishgan. Haqiqatda shunaqa bo'lgan ekan. To'g'ri, hozirgi 42 yoshim bilan to'g'ri aytishgan ekan. Yaxshiyam meni o'sha paytda urishgan ekan, yolg'on gapirmagin deb. Chunki yolg'on gapirmasligi orqasidan men rost gapirishni o'rgandim. Bu menga dars bo'ldi deb yangi xulosa, yangi o'zingizga vivod chiqarsangiz, shunda o'sha insonlaringiz sizni razdrajat qilayotgan holatini ko'rsatmaydi. Tan olish o'sha odamlar bergan darsdan, ya'ni o'sha bir paytlar bo'lgan holatingizdan dars olish. Nima darsi oldingiz o'shandan? O'shanga kelish. Mana bu hammasi ichki holat. Atrofingizdagi insonlar sizni ichki holatingizni ko'rsatib beradi. Farzandingizdan tortib to siz masalan ishxonangiz ham, qo'shnilaringizdan sizni kim ilyapti, kim sizni razdrajat qilyapti, o'sha sizni ichingiz. O'sha sizni ichingiz. O'shandan bilsangiz bo'ladi, o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Lekin tan olish kerak, rozi bo'lish kerak. Men tushundim. O'sha paytda siz bola bo'lib, bolalarcha, bola ongsiz ravishda qiladi-da, vivod qilib qo'yadi. Bolalarcha xulosa qilib qo'yadi. O'sha bolalarcha qilib qo'yganman. Aslida men shu yoshim bilan qaraganimda o'sha paytda onam to'g'ri qilgan ekanlar. Haqiqatda onamda aybi yo'q ekan. Siz bolalarcha onangizni ayblab qo'yasiz-da. Hozir katta bo'lib turib ham ichingizda onangizni ayblab o'tirasiz. Shunaqa holatlar bo'ladi. O'shaning uchun haqiqatdan shunaqa ekan deyish kerak. O'shaning uchun bolangiz kasalmi, o'zingizni ichki holatingizga qarang. Sizni hayotingizda muammolar ko'pmi? Ichki holatingizga qarang. Nimani his qilyapsiz? Qaysi muammodan siz nima his qilyapsiz? G'azab his qilyapsizmi? Alamzadalik qilyapsizmi? Jahlmi? Keraksizlikmi? Nima his qilyapsiz? O'shanga qarang. Bu sizni ichki holatingiz. Alloh sizga bekorga muammo bermaydi. Siz o'zingizni o'sha his orqali norozichilikka kirib qolgansiz. O'sha hisni o'zgartirishingiz uchun, rozilikka kelishingiz uchun Alloh sizga yana muammoni berdi. Yana qayta muammo berilishi o'shani anglamasdan, norozi bo'lib ketishdan. Siz rozi bo'lsangiz, anglab rozi bo'lsangizgina muammo, bir xil mavzudagi muammo qaytarilmaydi. Shuning uchun boyagi aytgan mavzularim hammasi aslida bitta narsa. Ilm olishdi. To'g'ri ilm olishdi. To'g'ri tafakkur qilishdi. Ongli tafakkur qilish ilmi. Осознанностьga kelish. Men shuni aytmoqchi edim. Kimda nima savol bor? Gruppaga, chat gruppaga yozsanglar bo'ladi yoki mikrofoninglarni aytsanglar, men yoqaman. Qo'linglarni ko'tarasizlarmi, nima bosilgan o'tda bilmadim. Agar savol bermoqchi bo'lsanglar, chatga yozinglar yoki anaqa. Men hammanglarning mikrofoninglarni ochib qo'yaman. Savol bersanglar bo'ladi, mikrofoninglarni ochib qo'yganman. Yoki chatga yozsanglar bo'ladi. Agar gapirish xohlamasanglar, chatga yozsanglar bo'ladi. Xotirjamlik yo'q, вроде все хорошо, но почему-то переживаю. А переживать это bu xotirjamlik emas-ku. Xotirjamlik emas. Nimadan xotirjam emassiz, Barno? Siz bilan ishlab o'rgan holatimiz yaxshilandimi?
Hop, kimmi? Savoli bor. Savolingiz bo'lsa, javob beraman. Savolinglarni beringlar. O'zinglardagi holatlarni, vaziyatlarni yechishga harakat qilamiz. O'g'limda вроде все хорошо, но иногда кажется, как будто опять начинает закрыться. Sizda mana xotirjamlik yo'q-ku, Barno. Siz yana o'zingizga qaytdingiz. U o'g'lingiz emas, siz yana aslingizga qaytyapsiz. Yana oldingi Barnoga qaytyapsiz. Тревожность bor ichida, xavotir bor ichida. Nimadan xavotir olyapsiz? Nimadan? Nimadan? Nimadan o'g'lingizdan? Barno, sizga yana aytaman. Qachonki siz o'g'lingiz yaxshi bo'lib ketishiga ishonsangizgina o'g'lingiz yaxshi bo'ladi. O'g'lingiz tuzalib ketishiga ishonsangizgina o'g'lingiz yaxshi bo'ladi. O'zingizni ichki holatingizni tuzating. Chuqur nafas oling-da, o'zingiz xotirjam qo'yib ayting. Men nimadan yo'q. Siz ishonmaysiz. Тревожность bor, ishonmaysiz. Тревожность bor ichingizda. Тревожность bor odam ishonmaydi. Yuzaga, aqlga ishonaman deydi. Lekin u ishonchsizlik bor ichingizda. Qarang, ishonchsizlik, siz nimaga ishonmagansiz? O'shani qarab chiqing. Nimadan ishonchsizlik bo'lgan sizda? Ishonmay qo'ygansiz. Nimaga? O'shani qarab chiqing. Ichki holatingizga обязательно qarang, Barno. Уверен bo'ling, уверен, amin bo'ling, что yaxshi bo'lib ketishiga. Qarang, bu bolangiz orqasidan nima foydani olyapsiz? Barno, bu bolangiz orqasidan nima foyda olyapsiz? Boyaga aytgan narsalarimni o'ylab ko'ring o'zingizda. Mani bolam kasal bo'lsa, menga nima foyda deng? O'zingizga o'zingiz shu savol bering-da, qayta savol bering. Aqlingiz aytadi, voy jinnimisan, Barno, senga qaytanga minus-ku, puling ketyapti, bolang anaqa joni qiynalyapti degan ichki anaqa keladi, lekin siz baribir ayting, yo'q, men nimadan foyda olyapman o'g'lim kasal bo'lganda. Qayta bering. Ko'zingizni yumib oling-da, Barnoni ichi bilan gaplashing. Nimani foydasini olyapman o'g'lim kasal bo'lganda, menga nima yaxshi bo'lyapti? Nima zo'r bo'lyapti menga? O'shani toping, Barno. Agar xohlasangiz terapiyaga yoziling, topamiz. Har doimgidek, to'g'rimi, Barno? Nima foydangiz bor ekan? Da, mana. Erim, men, o'g'lim birga. Boshqa payt birga bo'la olmaysiz. Ish bilan mashg'ul bo'lasiz. Eringiz o'zini ishi bilan bo'ladi. Bolangizga vaqt ajrata olmaysiz. Siz istaysiz oilaviy birga ko'proq vaqt o'tkazishni. Da, вот. O'shaning uchun ham sizda mana foyda. Yana qidiring, foydasi bor. Что siz ayting, Barno, men erim bilan birga, bolalarim bilan birga maza qilib vaqt o'tkaza olaman. Buning uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Buning uchun men o'g'lim kasal bo'lishi shart emas. O'zingizga o'zingiz ayting, Barno, men maza qila olaman oilam bilan, erim bilan, bolalarim bilan birga dam olishga vaqt ajrata olaman. Ishdan tashqari vaqt ajrata olaman. Ajrata olamiz, birga bo'la olamiz, birga vaqt o'tkaza olamiz. Buning uchun meni o'g'lim kasal bo'lishi shart emas. O'zingizga o'zingiz qayta ayting shuni. Keyin yana o'ylab chiqing, Barno, yana zalari bor. Za это foyda. Yana
Что я buni orqasidan maza qilayotgan narsangiz nima? Bolangizni orqasidan maza qilayotgan narsangiz nima? Nima qilyapsiz, maza qilyapsiz? Uni olib borib kelayotgandami yoki nimadan maza qilyapsiz? O'shani ham o'ylang. Yana bundan tashqari yana qidiring. O'zingizga savol bersangiz, ichingizdan keladi javob. Chiroyli gapirayotganda maza qilasiz. Bolamni chiroyli gapini eshitishim uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. O'zingizga ko'p ayting. Bolamni chiroyli gapirishini eshitishim uchun, ravon gapirishini maza qilib eshitishim uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Bolam kasal bo'lmasa ham, men uni maza qilib eshita olaman. Siz eshityapsiz. Qarang, boshqa payt eshitmaysizmi o'g'lingizni? Siz eshitayotganda, gapirayotganda eshitib maza qilasiz. Aziza, borib kelib men muloqotda bo'lganim uchun. Aziza, Azizani yaxshi ko'rib qolgani uchun bo'lsa kerak, to'g'rimi? Alaykum assalom. Azizani ko'proq ko'rishi uchun bolam kasal bo'lishi shart emas deng. Yoki siz Barno ko'rmoqchimisiz Azizani ko'proq? Ayzani oldiga ko'p bormoqchisiz, menimcha siz. Anaqa, Barno. O'shaning uchun ham bolangiz tez kasal bo'lyapti, Ayzani oldiga borish uchun. Ayza, nima beryapsiz? O'ta shokolad beryapsizmi? Bundoq olib qarasanglarchi, foydalar juda ham ko'p-da. Mana bolalarning kasal bo'lishida-da. O'shaning uchun o'ylanglar o'zinglar, nima uchun bolam kasal bo'lyapti? Foydasi bor. Vнимание yetishmasligi, e'tibor yetishmasligi, ichki holatlar, uydagi janjallar, uydagi to'polonlar, uydagi munosabatlar, bu onani ichki holatiga kirib ketadi. Onani ichki holatidan bola akslantirib beraveradi. Meni yaxshi ko'radi, men uni. Bo'ldi, sizni klinikangizga kelish shart emas, kafeda uchrashsanglar ham bo'ladi. Ayting Barno, Ayza bilan kafeda uchrashsak ham bo'ladi. Uning uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Elementar narsaga ham bo'lib ketadi-da. Barno, tushundingizmi? O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Ya, sizning gaplaringizni qog'ozga yozdim. Bo'ldi, aytib bering. Aytib bering, no aytganda ham emotsiya bilan ayting. Emotsiyaga kirishing, o'sha narsani чувствовать qilib ayting. Aytganingizda yo'l-yo'lakay aytgani bo'lmaydi. Чувствовать qilib aytish kerak. Men oilam bilan yurishim uchun, aylanishim uchun, vaqt ajratishim uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Bolam kasal bo'lmasa ham men boraveraman, men vaqt ajrataman. Siz ishga berilib ketasiz, bolangiz kasal bo'lib beradi. Siz eringiz bilan ko'p vaqt ajrata olmayapsiz, birga bo'la olmayapsiz. Ichingizdan xavotir bo'lyapti-da. Voy, erim bilan anchadan beri masalan aylana olmayapmiz, bolalar bilan do'ch qolmayapmiz degan gap o'tgan ichingizdan. O'g'lingizni miyasida kolokolchik jiringlaydi. Uyg'on o'g'lim, kasallikni qo'zg'at, oilaviy birga bo'lmoqchisizlar, oying birga bo'lmoqchi deydi-da, u boshlaydi. Tushundingizmi? Sizni ichki holatingiz uzviy bog'liq sizni oilaviy insonlaringiz bilan, bolangiz bilan, eringiz bilan. Kolokolchiklarni uyg'otib berishadi ular. Ongsiz ravishda. Intuitsiya. Shuning uchun har bitta o'ylagan fikringlarga ahamiyatli bo'linglar. Da Barno, tushundingiz-a? Qanaqa his qilyapsiz endi o'zingizni? Mana efirdan keyin
Efirdan oldin qanaqa edingiz, undan keyin qanaqa bo'ldingiz? Ozgina bo'lsa ham foydasi tegdimi? Xo'p, kimda savol bor? Anaqa deb yozishmadim. Foyda albatta men uchun bor. Xursandman siz uchun foyda bo'lganidan. Xursandman. Rahmat oluvchilar uchun. Kimda yana savol bor? Men o'sha efirni mavzularini atidan shunaqa deb yozdim, lekin asli to'g'ri ilm olish. Tafakkur qilish. Ongli tafakkur qilishga o'ting. Ilm olishga o'ting. Men xudo xolisa mo'ljal qilyapman. Hali vaqti bor ekan, unda qarasam hali manba yangi olayotgan ilmimni ham qo'shishim kerak ekan. Ozgina yana vaqt bor. Tayyorlayapman. O'sha kurs jarayonidaman, kursni yozish jarayonidaman. O'shaning uchun ham hali e'lonini bermadim, lekin pulinglarni yig'ib turinglar deyman faqatgina. Kurs uchun, ilm olish uchun deb pulinglarni yig'ib turinglar. Ilm olishim uchun, o'zgarishim uchun, ichki holatimni to'g'rilashim uchun, o'zim uchun deb bitta korobkaga bugundan boshlab pul yig'ib turing. Shuning uchun shundan qilaverasizlar. O'sha kurs vaqti kelganda oson to'lov qila olasizlar. Nima uchun ko'p moshenniklarga 3 kunman aldab ketaverishadi, Fatima opa, shu narsa qaytarilaveradi. Ishonuvchanmisiz? Moshenniklardan orig'ingiz bor. Moshennik qanaqa ma'noda? Moshennik qanaqa ma'noda? Moshenniklar aldanib qolganingizda, moshennikka aldanib qolganingizda nimani his qilasiz? Yaxshimisiz Gavhar? Moshennikka aldanib qoldingiz. Nima his qildingiz o'zingiz? O'sha paytda nima his qildingiz? Agar anaqa qilsa, mikrofonni yoqib qo'yganman, yoqib gapirishingiz mumkin. Xafagarchilik, afsuslanish. Xo'p, siz qachon nimadan afsuslangansiz? Siz qachon nimadan xafa bo'lib afsuslangansiz? Qaysi ishingizdan xafa bo'lgansiz? Qaysi ish sizni xafa qilgan va o'sha qilgan ishingizdan afsuslangansiz? Yoshligingizga qarang, nimadan ko'proq xafa bo'lgansiz? Kimdan ko'proq xafa bo'lgansiz? Va baravar kelgan afsuslanish. Nimaga ham etdim, nimaga ham unaqa qildim degan afsuslanish. Etmasam bo'lar ekan, qilmasam bo'lar ekan, gap eshitgansiz va xafa bo'lgansiz va o'sha ishingizdan afsuslangansiz. Xo'p, kimsiz? Ahmoqman deb tan oling ahmoqligingizni. Ha, haqiqatda ahmoqsiz aziza. Ahmoqman deng. O'zingiz urishganmi sizni ahmoq deb? Kallang ishlaydimi, joydami? Kallang, ahmoqmisan deganmi? Yoshligingizda, bolaligingizda ahmoqmisan deb, ha, ahmoqman demagansiz-ku o'shanda, to'g'rimi? Voy, ahmoq ekanman deb o'ylab qolgansiz. Ahmoqligimni ko'rsatmasligim uchun endi aqlli qilib o'zimni ko'rsataman deysiz-da, lekin baribir tagingizda ahmoqligingiz bor. Ya'ni ishonuvchi. Ahmoq qanaqa? Ahmoq ishonuvchi, ahmoq aldanib qoladigan, ahmoqni aldash oson. Tushundingizmi? Ana o'sha sifatingizni prarabotka qiling. Hamma ahmoqman. O'sha vaziyatingizni oningiz bilan terapiya qilib oling.
Ha, mani aldash oson. Ahmoqligingizni tan oling. Mana bu ham boyagi aytganimdek, tepada aytganimdek, bu ham sifat qizlar. Bu ham sifat. Nima uchun? Nima uchun? Masalan, mana yoshligida bola ona tomonidan haqoratlandi. Ahmoqmisan dedi. U ona o'sha paytda, o'sha vaziyatda o'zini holati boshqacha bo'lgan. Lekin bu onadan eshitgan gapi bola uchun boshqacha ta'sir qiladi. Men ahmoq ekanman. Onam meni ahmoqlikda aybladi. Men ahmoq ekanman deb qoladi-da. Endi onasiga ahmoq emasligini ko'rsatish uchun o'zini xatti-harakatlari bilan aqlli ishlar qilaveradi. Lekin asli tagida o'zida ahmoqlik bor. U ahmoqlikni yopib, yaxshi ishlar qilyapti. Ya'ni aqllilik ishlar qilyapti. Aqlli ish qilyapman deb o'ylayapti. Lekin tagida ahmoqlik bo'ladi. Aqlli ish qilyapman deb o'ylab qiladi, lekin baribir tagida ahmoqligini ko'rsatib qo'yadi. Mana endi siz tan oling, o'sha vaziyatga boring. O'sha vaziyatda masalan onangiz urishgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, ha, men ahmoqman. Ona, men ahmoqman, bola bo'lib shunaqa qildim. Ahmoqman, tushunmasdim men buni. deb onangiz bilan gaplashing. Yangi xulosa qiling. Onam nima uchun meni ahmoq dedi? Onani ayblamaslik kerak edi. Nima uchun onam meni ahmoq dedi? Onamda mana bunaqa ishni noto'g'ri qilgan uchun onam balki o'sha paytda jahlda bo'lgandir, nimadadir o'zida ichida nimadir alamzadalik holatlar bo'lgandir, alamini mendan olgandir. Aslida onam bunaqa deyishni xohlamagandir balki. Jahl ustida shunaqa deb qo'ygan. Uni situatsiyasi shunaqa bo'lgan. O'shancha og'izdan shu gap chiqib ketgan. Lekin siz bu gapni bekorga eshitmadingiz. Siz o'zingizni ahmoq deyishmasligi uchun o'zingizni aqlli qilib ko'rsatishga harakat qilasiz hayotingiz davomida. Tagida borgan sizni ahmoq deb qo'ygansiz-ku, siz xulosa qilib qo'ygansiz, ahmoqman, ahmoq ekanman deb. Sizga vaziyat beriladi ahmoqligingizni ko'rishingiz uchun. Prarabotka qilib ishlab boring ayzi, o'sha holatingiz. Bilasiz nima qilishingizni. O'sha paytga borasiz, o'sha paytdagi o'sha oyingiz ahmoq deb urishgan paytlarini qilib, gapirib, ichingizdan nima gapingizni gapirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz gapirasiz, yangi xulosa qiling. Onangizni ayblamasdan yangi xulosa qiling. Aslida bunaqa bo'lgan, aslida onam unaqa istamagan. Balki uni holati shunaqa bo'lgan, balki onasidan shunaqa gaplarni eshitgandir, u menga shunaqa degan, yaxshi gaplarni eshita olmagandir. Uni situatsiyasi shunaqa bo'lgandir. Bu bilan men ahmoq emasman. Lekin mana shu ahmoq degani uchun men o'zimni aqlli ko'rsatish uchun doim harakat qilib keldim. Mana bu yutuqlarga erishib keldim aqlliligimni ko'rsatish orqali. Demak, bu ahmoqlik sifati menga foyda beribdi. Rahmat, minnatdorman. Onadan rozi bo'lib, vaziyatdan rozi bo'lib, hozirgi vaziyatingizga o'zingizni vivdingizni qiling. Demak, bu menga vaziyat berildi. Men o'zimni ahmoqligimni tan oldim. Endi bu holat qaytarilmasligi uchun men nima qilishim kerak deb qaror o'zingizga qilib oling. Xo'p. Yana kimda savol bor? Tushundingizmi aysizni? Yozib o'zingiz menga tashab qo'yasiz, sizdan chiqmasin. Oldingi vazifalarni ham tashab qo'ying. Xo'p. Savolingiz bormi yana? Savolingiz yo'q bo'lsa, shu efir tugataman. Xulosa. Bolangizni kasal bo'lishi
Hayotingizda muammolar qaytarilishi, muammolar tugamasligi, ichki xotirjamlikka erishish, hammasi to'g'ri ilm olishga olib boradi. Demak, agarda siz to'g'ri ilm olish yo'lini tanlasangiz, hech bo'lmasa masalan ilm olishga daromadingiz yoki pulingiz yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa o'sha sizga berilayotgan vaziyatlardan to'g'ri xulosa olishga, hech kimni ayblamasdan, diqqatingizni o'zingizga qaratgan holda tafakkur qilishga o'tsangiz, shunda ichki xotirjamlikka erishasiz. Farzandlaringiz o'zingizni akslantirib beryapti, boyaga aytganimdek, o'shani to'g'rilasangiz, farzandlaringiz sog'lom bo'ladi. Muammolaringiz ko'payishi, boyaga aytganimdek, muammolar ketma-ketligi, bir xil mavzudagi muammolar ko'p bo'lishi, siz o'sha mavzuda norozilikka borgansiz, o'shani rozilikka kelsangiz, o'sha muammo bartaraf bo'ladi. Mana shu ichki holatingizga diqqatingizni o'zingizga qaratsangiz, siz o'sha ilm oladigan darajada tafakkur qilayotgan bo'lasiz. Ilm olgan darajada. Sizlar bilan gaplashganimdan xursandman. Ozgina bo'lsa ham foydam tekganidan, efir manfaatli bo'lganidan o'zim ham xursandman. Haqiqatda odam gaplashib energiya to'ladi. Manda mana shu ichki narsa boyga hozir Zilola bilan gaplashgandek energiya tushib ketyapti degandim. Haqiqatda men efirni 2 hafta olib bormadim. Efir o'sha payt men energiya tushib ketgandi. Sababi men energiya oladigan joyim mana efir ekan. Energiyani shundan oldim, hozir men mazza qildim. Xudo xolisa efirlarni tez-tez qilib turaman bundan keyin. Yana qaytdim. Yana efirga, yana jonli muloqot qilishga qaytdim. Xudo xolisa yana davom etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Efiri zapisi boshidan bo'lmadi, lekin kelgan joydan zapis qildim. Kimga o'sha joy kerak bo'lsa, demak o'sha joyni eshitish kerak ekan. Kim boshidan eshitish kerak bo'lgan bo'lsa, kimga kerakli bo'lgan bo'lsa, o'sha joyni eshitadi. Shuning uchun doim biling, siz nimani eshitdingiz, значит siz o'sha sizga kerak. Siz nimani eshitmadingiz, значит u sizniki emas. Mana shuni bilib oling. Sog' bo'linglar, rahmat.